Tushing mashinadan. Men ketyapsanmi? Telefoningizni ko'rgani keldim. Tushing, gaplashaylik. Sanmidi o'sha? Ukam chichib qo'ygandim-da, ko'tim bo'qiydi. Telefoningizga gaplashgani keldim. Tushing. Voy, mayli, qo'ymading. Ay. Gapir, ukam. Idealmi? Telefoningiz ko'rsak bo'ladimi? Telefonim idealni-da, lekin ko'p narsani ko'rib o'rganda. Qani ko'rsam bo'ladimi? Bo'ladi. Kodi nechi buni? 69. 70-75 emasmi? Yo'q, men somsaman-ku. Telefoningiz yonmayapti? Zaryadkasi tugab qoldi, ukam. Qancha deyapsiz buni? Yaxshi ekan. 2000 ber. 2000. Mendan ko'p pul topasiz-ku. 1,5 beraman. Iplagan ishlayapti-da, ukam. Men ham bilasanmi, qanchalik jag'im og'riydi. 1,5 beraman. 1,5 kam emasmi? Yaxshi, 17 chiqib ketdi. Naqd berasanmi, ukam? Ha, naqd. 17 nech pul bo'lyapti? O'zi 1200 1300 ga olib kelamiz. 4000 sotyapmiz. 4000? Insofimiz yo'q-ku. Yana jag'im chiqadi ekanda, biling, yaqinda o'zi gemorroyimni davoluvdim, shu 16 olaman deb. Mayli, mehnatni qilamiz. Ayron hidi kelyaptimi, ukam? Mani qo'ltig'im sasivyapti ekan. Mayli, ola qol. Mana korobkani. Mana korobkalar o'zinikimi? Yo'q, qo'shnimni korobkasini olib chiqdim. Конечно, o'zimniki, ukam, xaribmisan? Naqsama berasanmi? Hozir mashinada olib beraman. Ukam, Instagramga qo'yasan videoni? Yaxshi ko'ryaptimi? 17 chiqqanda mehnat qilishim kerak. Pastdan ham bitta olgan, как раз tursi kiymagandim-da. Rahmat, ukam. Joylab o'rarsan. Bo'ldi, hozir pulingizni beraman.